Assalomu alaykum. Shovon Chorvani qadri baland, hurmatli obunachilari. Biz muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Xudo xolasa kimga mana bunday chiroyli sigir qilaman, buqa boqaman, zot olaman degan aka-ukalarimiz uchun yangi ozgina partiyalarini olib kelib qo'yishdi. Xudo xolasa kanaldan uzoqlashmay videomizni maksimal darajada kuzatib, tanish bilishlarga jo'natib qo'yaverasizlar. Xudo xolasa hozir bo'ybastlari, boshqalari narx-navolarini o'zlarida eshitib o'tamiz. Eslatib o'tamiz, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroyda o'sha Ibrohimning xonadonlaridamiz. Hafta kuniga payshanba 26-mart 2026 akalar, ukalar bizdan uzoqlashmay obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, shunday qilib bittadan like tugmasini bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb fikr mulohazalaringni yozishga turasizlar. Sizlarga Xudo xolasa tayyor bo'lsalar boshladik. So'zlardan ma'lumotlarni, narx-navolar boshqalarni olamiz. Husanboy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar yaxshimi? Yaxshimi? Charchamang. Keldi yangi partiya aka. Assalomu alaykum obunachilar. Aka, soni ozgina, ma'nili, mazmunli, manfaatli video qilamiz. 8 ta novasin, bitta xunojonim bor aka. Kayfiyatlar qalay? Zo'r aka. Yuzgizmi? Bitta videoga like bosib, obuna bo'lib turishsin aka. Vallahi zo'rdan kelgan. Mol tugatib beramizmi? To'y kuni ham mol sotib bermaylik-a? Xudo xolasa tugatib beramiz aka. Bo'ldi, qaysi biridan boshlaymiz? Mana birinchisi O'zgina quyosh chiqib qolyapti, bu tomon. Qani? Hop, birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi, 6 qora, 7-chi, 8-chi mana aka. Oxirini bo'yini ham o'lchab ketamiz aka. Bo'ylarini ham. Yosh oyliklar qanaqa bo'ladi? Aka 6 oylikdan 4 oylikgacha. 6 oydan 4 oylikgacha. Kechagilar tugadimi? Tugadi aka, bu yangi partiya. Xudo xolasa yangi partiya. Yana yangisi qachon keladi? Yangisi shanba kunga yetib keladi. Yangisi shanbaga yetib keladi. Aka bu. 90 plus. Bo'ldi, hisob. Eng oxiri 90 plus. Bo'yi metr muhim emas, shtovsizlar. bu material emas aka, metrda sotilaveradi. Bitta o'lchab qo'yapmiz akalar. 1 metr mana aka. Allohning izniga bir bor ko'rsatib o'tyapmiz. Boshi 1 metr, bu tomoni 90 plus. Shundaymi? Xo'sh, yaxshi. Dastlabkilari O'ylashmasin aka, O'zbekiston bo'ylab hammasi O'zbekiston bo'ylab. Yeb bitta ichishi, iftasi to'shimga da qilib beraman aka. yeb ichishiga qancha garantiya? 1 hafta garantiya aka vallahi. Bonuslari Arqan nuqtasi dastlabkasi bonus aka. yem yashagan beraverasizlarmi ekan ozgina deb o'ylab. Xudo xolasa narx-navolarni qanchadan qo'yamiz endi buni, ota? Aka, soni ozgina aytdim, ma'nili, mazmunli manfaatli video qo'yamiz aka. 9 ta, 8 tasini bir joyga olgan aka, mana 11.500 ming so'mdan ketdi aka. 10.5, 10 deysanmikin deb turuvdim. Unda men yo'limni yo'qotib qo'yaman. Yo'lda yo'qotib qo'yasizmi? Ha. Bo'ldi. Obunachilar ham yo'lda yo'qotib qo'ymaydi qan qilib. Sizlarga ham ular ham manfaatli, mazmunli bo'lsin. Ular ham sen ham baraka topg'in iloyim. Bo'ldi aka. Shunday 11 dan ketaveradimi? Bir joyga bitta so'rashadi. Daramda so'killar. Yo, tortdimi? To'yda ustida turibdi. To'yda usta, ey. To'yga Xudoyim qush qanotini qoqadi, ketdimi? 100 so'mni olishsin, mana bor. Ha, 11 million 300 ming. 11 dan. Ko'rdingizmi aka, siz gapirsangiz men adashib ham ketyapman. Ikkimiz ham tutilib qoldik, bilmayman nimaga bu. Molimiz yaxshilik uchunmi? Fikrlarni qoldirib qo'yishadi. 11 dan ketdimi? Yo'q aka. Ketdi-ki, berasan. O'z to'yda ustida turibmiz. Ha, men beraman kamini. 11 million 200 ming so'mdan mana 100 mingdan tushib qo'ydik. 11 dan. Bor aka. Ketaveradimi? Aka, daranma so'killar. Ya, so'hmaydilar. Barakasi ichida bo'lib ketadi, sen beravergin hopdi. 11 million 100 ming so'mdan olishsin. Baraka, Xudo xolasa mana 11 million. Aka, 200 ming so'mdan pilisi bor, tanlab olishsin. 11 million 300 mingdan. Shuna mashlarni aytib o'tamiz mana. Vallahi hammasi staganti yo'q. Xudo xolasa kasal ketdi, kullasib. Kasal yo'q aka, vallahi Kasali imlamay yo'q, hammasi sog', 100% qildirib qo'yildi. Tashqi parazitlariga yeyish ichiga qildirildi. Qo'yildi, Xudo xolasa. Keyingisiga mana oxirisi ishkilar o'zi. Video ham qisqa bo'lyapti, Xudo xolasa obunachilarga. Shunday ko'p vaqt sarflashmaydi. Endi seshanba kuni yangisini chiqaramizmi zo'rlaridan? Ha aka. Mana bitta Ahmet berib qo'yarasiz. Mana aka, shox kichkina ekan, hali qotmagan. Kichkina yoshaylik ham kichkina shikil bo'lmoqladi. 3.5 oy primyerda shunaqa. Mana juniga nima qilmaysizlar? Hamma molimiz tulovda.
hozir bahoda hamma biladi. Mana aka bo'yi. Jindor ekanligi degan aka-ukalar uchun. Vallahi 90. ko'rsatib qo'ydi. Realni bo'ldi, xudo xolasa. 90 Shu xunajincha o'miz aka. xonajincha. Bitta-yu. Yagona. Ha, shunga qarab narxni bitta aytib o'tasiz. Xudo xolasa yengil bo'ladi hammanikida aka. Yengil bo'ladi. Ha, Buni narxi aka 9 million so'm kami bor. 9 million so'm. Xayriga o'tib beraman. Qancha o'tib berasiz? Yo'q aka, bundan so'ramay qo'yaman, o'zi oxirgi ma'lum. Oxiri ma'lum. Qancha dedingiz? 9 million aka. 9 million. Kami bor. 8,5. Yo'q aka. Shundan so'ramay qo'yaring endi. Bitta so'rayman, aqa-baqa qilmaymiz. 8 million 600 ming bo'ladimi? Mana 8 million 800 mingga olishsin aka. Men ham yomon narx so'raganim yo'q. Yaxshi, shunchalik so'rayapsiz aka. Bu o'zimiz ham chiqaryapmiz, boshqalarga ham ko'ryapmiz, netyapmiz. Ulardan baland ham qo'yganingiz yo'q, past ham qo'yganingiz yo'q, teng qo'ying. Birovga solishtirib qo'ymayman aka. Yo'q, endi baribir deyapman-da. Aka mana Saroyda 8 savdo million 700 ming bo'ldi mana. 600 ming keng endi. Shundan 100 ming so'mga tortishib qo'yaman. Baraka, xudo xolasa mana. Hurmatli obunachilar. 8 million 600 mingga ham mol qo'yib beraman dedi mana. Toshkentga dastlabkasini beraman. Toshkentgacha dastlabkasi va yema-g'ishma hamma yo'g'i. Garantiyasi va ekrandagi nomerlar 24/7 ishlab turibdi. Shuni telefon qilasiz. Delni qilib ham qo'yib berilaveradi-ya. Ha, 24 soat xizmat qilishaversin. 24 Hamma soat. internet tarmoqlari bor ekan. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Saroy. Hafta kuniga payshanba 26-mart 2026 vaqtlarga rozi bo'lib, shuni bittadan laykni bosib qo'yasizlar. O'z kanalimiz rivoji uchun ukalar fikrlaringizni bemalol qoldirib olasizlar. E'tibor uchun rahmat.